Do'stlar, talablarga binoan qishloq sharoitida qanday biznes qilsa bo'ladi deganlar uchun bir dona telefonni o'rniga 14 Pro Max ga biznes qilsalaring bo'ladi do'stlar. Ya'ni bugun ko'rsatib o'tgan biznesimiz jaydaricha, oddiy, sodda, ya'ni lubo holatda ham, uy sharoitidami yo boshqa joyda ham qilsalaring bo'ladi. Mana qishloq sharoiti, mol qo'y deganda. Endi do'stlar, biz hozir Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Qo'g'ay qishlog'idagi Nodirbek akamizning xonadonlaridamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Yaxshi ko'rdinglarmi? Charchadim. Yaxshi, rahmat. Sizlar aka. Mana Nodirbek aka ko'pchilik talabiga binoan soddaroq bizneslardan boshlang'ich orzuroq boshlash imkoni bor biznesni ko'rsatish uchun biz xonadoningizga keldik aka. Bu yerda ko'ryapmiz. Demak, bu apparatlarimiz Penablok apparatlari. Shunaqa. Har xil komplektlaridan bor ekan, turlarida. Endi bular aka zakaz bo'lganmi yoki tayyorlab qo'yilganmi mijozlar uchun? Ustamjon aka, bularning hammasini zakasi bor. Egasi bor. Egasi bor. Endi hozir bir ikkita yangiliklarimiz bor. Mana shu yerda ikkita qolipimizning egasi yo'q. Bular yangiliklar. Mana bochkamizning egasi yo'q. Bular tayyorlab yangilik qilib qo'yganmiz. Endi men sizga bir chekkadan tushuntirib o'tib ketaman, albatta. Bu komplektimizda mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p. 3 ta qolip, har bittasida 6 tadan g'ish chiqadi. Ya'ni 18 dona g'ish chiqadi. Kompressor, mikser, pulizatör, penabrazovatori bor mana. Penasi bor. Penasi. Penamizni mana shu turishi 18 kilo turadi. 18 kilosi 300 ming so'mdan turadi. Endi bu komplektga biz hozirda bonus tariqasida mana bu latogini mana bunday g'ish chiqadi, ko'rishingiz mumkin. Eng yuqori qismiga eng yuqorisiga qo'yadi. Apalfkani o'rniga mana shu g'ish ishlab ketadi. Tumbasini bonus tariqasida hozirda qo'shib bermoqdamiz. Hozirgi yangiliklarimizdan buni bittasi shu. Xo'p. Endi Nodir aka apparatni oladigan bo'lsa, ikkovidan bitta qolip tanlaydimi? Xohlasin buni, xohlasin buni. Bittasini qo'shib beramiz. Demak, bu tanlov odamning o'ziga ekan. Endi bu tumba, mana bunisini ko'rishimiz mumkin. Bunisi devorlar burchagiga tumbada, xohlasim tumba. Buni ham ichiga armaturani solishimiz mumkin, ichiga betonni qo'yishimiz mumkin. Tayyor apalfkani o'rniga ishlaydi. Xohlasin buni bonus tariqasida qo'yib beramiz. Mana do'stlar. Bu o'zlarining talablaringga binoan xohlaganlarini tanlaysizlar. Lekin ba'ziga joylarda bunaqa bonuslar bo'lmaydi, to'g'rimi? Kamdan kam. Kamdan kam. Lekin bu yerda bor ekan. Endi buni aka yana bir narsani aytib o'tay. Bu narsaning narxi 250 ming so'm turadi. Buni bonusga, buni pulga yana sotib olish mumkin. Ikkinchisini to'g'rimi? Qo'shib oladigan bo'lsa. Xuddi shunaqa. Demak, kompressor yangi korobkada. So'ngra mikser, aralashtiradi, pulizatör, yog'lash. Bochkasi ham bor, Bochkasi ham bor albatta. Bochka va pena generator. Bu yoqdan ko'rsatsam, hammasi yangi va 3 ta qolip. Shu holatda narxi necha pul bo'lyapti? Xo'p, O'zbekiston bo'ylab 900 dollardan yetkazib beryapmiz. 900 dollardan yetkazib beryapmiz. 900 dollardan yetkazib beryapmiz. Vodiy ichiga 850 dollardan yetkazib beramiz. Bu penamizni 300 ming so'm shu turishi. 18 kilo. O'zlaringda ham bor. O'zlarimizda, o'zimizda. Nechta qishga chiqadi? Xo'p, bu 1800 2000 taga yaqin chiqadi. Endi har xil joyda men ikkilanganim sabab bordir Rustam aka. Bu voha taraflarga borsak, suvimiz sho'rda. Sho'r bo'lgani uchun bu penani ozgina kesib qo'yadi. Shuni hisobiga sal ikkilanib o'rtada aytdim men. O'rtada aytiladi. Ha, albatta. Bu aslida o'sha gel, to'g'rimi? Gel, xuddi shunday. Topish muammo bas. Hozir bir qator ko'rsatsa bo'larmikan endi aralashtirib. Buni ya'ni ko'p joyda topish muammo bas deyilgani idish yuvish uchun foydalanadi. Xuddi shunday. Idish yuvish uchun. Idish yuvish uchun tayyorlanadi. Endi do'stlar, bu bitta komplektda. Boshqa turdagini aytadigan bo'lsa, bu ham o'sha обычныйsi. Endi buni qo'yib qo'yganim sababi, buni ham egasi bor. Hozir bu yo'lga chiqib ketadigan, prosta hamma narsamiz yangi, mana hamma narsani ko'rsatib qo'yish uchun buni qo'yib qo'ydik. Xo'p. Endi aslida yangiligimiz mana bu yerda-da Rustam aka. Qarang, ko'pchilik savol berib, mana 3 yil 4 yildan beri ishlab kelayotgan bo'lsak, buni bachoyda ko'tarib qo'yish qiyin emasmi? Bir kishi ishlasa bo'ladimi? Shunaqa savollar bo'lgani uchun mana bu narsamiz yangilik qilib qo'yganmiz. Aralashtiradi, osonroq varianti, tagida g'ildiragi bor. Mana yurishi mumkin, keladi, tayyor rastvorda quyadi. Ketdi. Xo'p, undan keyin mana Lego qoliplarimiz bir-biriga kiygiziladi. Lego qoliplarimiz. Buni o'zi penabloyda tushungan, bilgan odamlar o'zi juda yaxshi tushunadi. Lego qoliplarimiz. Buni narxi O'zbekiston bo'ylab 2 million 200 ming so'mdan yetkazib beramiz. Bunisini 2 million so'mdan yetkazib beramiz.
O'zbekiston 2 million bo'ylab. so'mdan bo'lar ekan. Da, shunaqa. Endi Alohida qo'shimchasiga olinadigan bo'lsa. albatta. Endi mana yerda yana bitta yangiligimiz bor. Bitta qolipda ham peregorodka, ham standart g'ishtimiz chiqadi. Buni narxi qanaqa bo'ladi? Buni narxi 2 million 400 ming so'm bo'ladi O'zbekiston bo'ylab. 2 million 2 million 400 ming so'm. Sababi endi nimaga unday ko'pchilikka tushuntirib o'tib ketaman. Buni ichiga ko'proq list ketadi. Har bitta listimiz pul shu mehnat haqqi bilan nimasini, listini rasxoti bilan 2 million 400 ming so'mdan tayyor bo'ladi. Mana o'sha peregorodkasi Ha, xuddi peregorodka mana shunday chiqadi. tekis. Hozirda ko'pchilik mana bunday nimalarni ham so'rashyapti. Belida ikkita profili bor, beldamchasi bor. Mana bu ham zakazga tayyorlangan. Endi qanday foyda ikkita Endi aslida profil bo'lsa? ikkita profil bo'lsa, hech qanaqa nimasi yo'q. Odamni o'zini ishlatishiga bog'liq-da, kimdir yaxshiroq ishlatadi, vajiga yaxshi qaraydi, kimdir qandaydir. Shuni hisobiga zakaz qilishgan. Buni 2 million 200 ming so'mga tayyorlab qo'yganmiz, buni egasi bor. Lekin bittada ham chiqaveradi mana. Bittada shu paytdan beri ishlab kelganmiz. Mana do'stlar. Bular o'sha hozir komplektni aytadigan bo'lsa, zakaz qilishsa necha kunda tayyor bo'ladi o'zi? 3 kun ichida Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab olib borib o'rnatib qo'yishni o'rgatib beramiz. Ichida hamma yo'q. Hamma yo'g'i ichida dastavka. Bular o'zi qayerga chiqib ketadi o'zi komplektlar? Hozir bu apparatimiz Samarqandga ketadi. Samarqand. Bunisi Surxondaryoga boradi. Bugun chiqib ketadi Xudo xolasa. Bunisi Qashqadaryoga boradi. Qashqadaryo, Vohaga ham chiqaryapti. Vohaga. Albatta, O'zbekiston viloyatidan tashqari qo'shni respublikalar, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston hamma joylarga dastavkasi bilan yetkazib bermoqdamiz. Hozirda dastavkasi O'zbekiston ichida o'zini grantsiyasigacha yetkazib beramiz. Undan uyog'i dastavkasi u oladigan xaridorni bo'yniga o'tib ketadi. Shuning uchun Nodir aka telefonda gaplashganimizda tayyor apparatlar bo'lmayapti, egalariga chiqib ketyapti. Albatta, shunaqa bo'lyapti. Rolik olish qiyin bo'lib ketdi, to'g'rimi? Qiyin bo'ldi. Surilib ketdi bir haftaga. Endi Penablok hozirgi paytda ushbu biznesni boshlamoqchi bo'lsalaring, erta bahor, qurilishlar avjida qiladigan bizneslardan biri bo'lyapti. Videoda boshida aytganimizdek, bitta telefon orqali telefonni puli bilan boshlasalar bo'lar ekan. Albatta. Aytganimizdek, apparatlar 900 dollar bo'lyapti, qolganiga оборот ketyapti, to'g'rimi? Xuddi shunday bo'lyapti. Hisob kitobini qilsa asosiy mahsulotlardan biri gipsa. Endi gips ko'proq ketadi. Gips, sement, penasi bo'ladi tarkibida. Mana shu g'ishtlar chiqish uchun ketadigan narsalar. Penasi o'zimizda bor. Buni ham O'zbekiston bo'ylab bitta olganga ham 10 ta olganga ham yetkazib beramiz qo'ldan kelgancha. Xuddi shunday bo'lyapti. Endi hisob kitobini qilib beraylik bitta, qancha foyda qolishini. Taxmini holatga qarab 1,5 ming dollar atrofida ketadi, to'g'rimi? Biznesga ofisial aytadigan bo'lsa. Boshlagani 1,5 ming dollar bilan boshladik. Endi har bitta g'ishtchi har bitta viloyatda har xilda. Rustamjon aka, qarang. Narxi deysiz. Gipslarda ham narxi, har bitta narsani viloyatlarda har xil narxlari. Mana misol uchun biz o'zimizni Namangan viloyatida oladigan bo'lsak, hozirda 5,5 ming so'mga, 5600 so'mga bir dona g'ishtimiz tayyor bo'ladi. Mana bunday g'ishtimiz, mana shu g'ishtimiz 5600 so'mga tayyor bo'lyapti. Foyda qolishchi. Endi ko'chada sotilishi 9,5 ming 10 ming so'm sotilyapti. 9,5 ming 10 ming so'm. Endi birovni foydasini men hisoblab bermayman, narxini aytib qo'ydim, o'zingizlar hisoblab. Bu bitta g'ishtdan. Demak, 2 kishi ishlaydigan bo'lsa, bir kunda 300-400 ta quysa kerak, to'g'rimi? Yo'q, 250 ta 300 ta qo'yadi. Mana shunday bir komplekt bilan. 250 ta 300 ta deganingiz bu qancha? Bu endi dangasa odamni hisoblab aytyapman-da. Biz ishlayman degan odam siz aytgan nimalarda quysa bo'ladi. Yo'lga tushib olgandan keyin. Albatta. Endi to'g'ri aytdingiz Nodir aka, boshlanganda boshida hamma odam ham sirazi ko'pgina quymaydi. Xuddi shunday. 250 ta 300 ta qilib turibdi, sekin-sekin ko'paytirsa bo'ladi. Endi uy sharoitida bir komplekt olinadi, qolgan summa оборотlarga, gelga ketar ekan. Sement uncha ishlamaydi, to'g'rimi? Lekin olish kerak. Albatta, sement tarkibida bo'ladi. Har bitta g'ishtga 1 kilodan sement tushadi. Har bittasi. Har bitta g'ishtga. Demak, qolgani gips oladi, quyib turib, uyni tekizlab oladigan bo'lsa, joyini terib ketaveradi, to'g'rimi aka? Xuddi shunday. Apparat o'rnatishga ham, quyishga ham o'ta katta joy talab qilmaydi. Misol uchun 3 ga 4 joy bo'lsa, apparatlar o'rnaydi. Undan uyog'iga bunga yopiq joy, alohida sharoit qilish shart emas, Rustamjon aka. Oladi, misol 3 ga 4 joyga apparatlar o'rnatadi, quyadi, plashatka usti ochiq plashatkaga teradi. Biz oldingi ko'rgan g'ishtlarimizga o'xshab har bittasi bittadan joy egallamaydi-da, shaxmat qilib terib ketaveradi. Ikkitadan. U ko'tarilib ketadi, odamni
qurbi yetgancha 6 qator teradim, 5 qator teradim, teraveradi. Bu degani yomg'ir yog'adimi, qor yog'adimi, quyilgandan keyin sirazi ustma ust qilib terib ketaveradi. Oddiy, sodda. Asosiysi endi xonadon bo'lsa, o'sha yerlarini tekizlab oladigan bo'lsa, mana ko'ryapsizlar, bu yer hozir mana chopilgan. Shuni tekizlab olasizlar. So'ngra tepasiga ustma ust qilib turib, o'sha 5 qator qilib tersalaring bo'laveradi. Quyish o'sha oddiy, asosiysi kompressorga tok ishlayapti. Postoyanno ham ishlamaydi, to'g'rimi? Bu bochkani ichini to'ldirib bersa bo'ldi. Kompressor qoliplarni ichini yog'lash uchun asosiy kerak bo'ladi. Lekin ichida havo boshlanishiga yetsa kerak. Yetadi. Ora-orada ishlaydi, shu. Qolgani qo'l mehnat, oddiy jarayon. Mikserimiz bor, tokda ishlaydigan. Mikserimiz bor, aralashtirgani. Rastvor tayyorlagani. Har bitta qolipimiz Rustamjon aka 15 minutda bo'shaydi. 10 minut 15 minutda. Ya'ni komplektga 3 ta qolip bo'lsa, birinchisini quyib olib, ikkinchisini quyib, uchinchisini quyib bo'ladi. Birinchisi o'sha qolipni bo'shatgani tayyor bo'ladi, g'isht sug'urib olaveradi. Demak, oxirgisini o'sha quygan paytda birinchisi sekin qatish jarayoniga o'tib qolar ekan. Bo'shataveradi, asta-sekinlik bilan quyilaveradi. Demak, do'stlar, aloqaga chiqiladigan bo'lsa, mana Nodir akamizga aloqaga chiqsalar, ekranda nomerga o'sha 0 dan quyilishi, asosiysi ichiga qancha miqdoriga qancha gips va sement qo'shiladi, gel qo'shiladi. Shularni me'yorga keltirib turib o'rgatish ichida bepul bo'lyapti. Dastavkamiz ichida $900 ichida dastavkamiz bor. Olib borib o'rnatib quyishni o'rgatib berib kelamiz. Demak, boshda oritilmas ekan, telefon bo'lar ekan, zakaz qilinar ekan, qolip olib kelinadi, bo'ldi. Qolgan ish shu mehnat odamning o'zidan bo'lyapti, jarayon o'zidan bo'lyapti. Buning ichida eng yaxshi tomoni bochka ham o'zida bo'lyapti. Albatta. Oson bo'lar ekan. Yana ham yaxshi varianti, har bir viloyatda dastavchi bolalar bor. Gipsni ham dastavka qilib beradi. Gips qaydan olaman deb muammo qilib o'tirishmaydi. Gipschilarni borganda nomerlarini berib, misol uchun bunga furalab gips oladi. Shularni nomerlarigacha berib, o'zimiz gaplashtirib, faqatgina ulardan kutiladigan narsa shu pulni sanasa, hamma yo'q dastavkasi bilan yetib keladi Rustamjon aka. Tushunarli. Hozir bu gelni ko'ryapmiz. Bu qanaqa plastmas idishda? Bu kichikroq so'raganlariga. Qo'shib bu mayli, keling bunday qilamiz. Rustam aka, mana Rustam akani kanalidan ko'rib chiqdim deganlarga mana shu bachogimizda 9 kilolik gelimizni bonus tariqasida qo'shib beramiz. Nechta odamga? Aloqaga chiqing. Bittami, ikkitami? Yo'q, bitta ikkita emas. Keling 100 ta qilaylik. 100 ta. Demak, do'stlar, mana Rustam Qosiyev kanalida bonus ketyapti. Biznes qilmoqchi bo'lib, biznes boshlab, daromad qilmoqchi bo'lganlar uchun bunaqa shans boshqa bo'lmasa kerak, gel sizlarga ichiga qo'shib berilyapti. 1000 ta g'ishtga yetadi mana shu. 1000 taga-da. Demak, 1000 ta g'ishtni olib, ichida mahsulotlar olish kerak bo'lganda bitta geldan yutyapsizlar, to'g'rimi? Albatta. Qolgani gips bilan sement qolyapti, yana ham sizlarga oson bo'ldi mana. Endi Nodir aka, apparatlarda zakaz qilishadigan bo'lsa, qancha zakolat olinadi? To'lov usullari qanaqa? To'lov usullari aka hozir imtiyozli kreditlar asosida ham ishlayapmiz. Shotdan o'tkazmalar, naqd pul, основной. Xo'p, zakalatga kelsak, zakalatimizni ham $50 oldindan zakalat olamiz, borib o'rnatib O'zbekiston bo'ylab qaysi hududi bo'lsa ham $900, vodiy ichida $800 eslatib qo'yamiz. $850 dan yetkazib beramiz. Vodiychimi? Vodiy ichida $850. Ya'ni bu narsani aytganimiz sababi bor Rustam aka. Men o'zim vodiydanman, vohaga chiqarishdan ko'ra vodiyga chiqarish menga udobni, yo'l kirasini o'zlariga o'tib beraman. Hozir demak vodiyga bo'ladigan bo'lsa $850. $850 mana shu apparatlarimiz. Komplektdan. Demak, do'stlar, mana kimdir qayerdadir ko'rishi mumkin. $900 dan farqi yo'q. Bu yerda $850 bo'lyapti narxi. Endi zakalat olinish maqsadi apparat ana shu odamniki bo'ldi hisob deyilishi uchun. Albatta. Telefon o'zi gaplashganimiz apparatlar ulgurmayapti, chiqib ketyapti deganingiz aka. Xuddi shunday bo'lyapti. Zakaz berilsa ham, berilmasa ham, to'xtamasa yasalaveraadi, to'g'rimi aka? Albatta. Apparatlar. Xuddi shunday. O'zi qancha yildan beri penabul apparatlar yasalyapti? O'zi bizni qishloqda to'g'risini aytish kerak. Bizni qishloqda deb boshlab qo'yganimga aytib o'tishim kerak. 4 yildan beri menda shu 3 yil bo'lib qoldi. 3 yildan beri yasayapsiz, xuddi shunday. chiqaryapsiz. Do'stlar, sodda, oddiy o'sha jadaricha so'raganlar uchun mana o'sha biznes, mana apparat boshlamoqchi bo'lsalaring, bemalol boshlayverasizlar. Bu yonida o'sha ruchkasi, to'g'rimi aka? Ha, ruchkasi. Ruchka bir tomonda bo'ladimi? Ha, har bitta qolipda bir tarafda bo'ladi. Hozir bularni shoshilinchda nariyog'iga o'tib qoldi qolgan ikkitasiniki. Har bittasida bo'ladi. Ochilishi ham oddiy do'stlar.
Do'stlar, sizlarga mana sodda biznes tushuntirib berdi. Aloqaga chiqmoqchi bo'lganlar ekranda nomerga aloqaga chiqib, Nodir akam bilan gaplashaverasizlar do'stlar.